Bugun yoshlar uchun ta'lim va kasb tanlash yo'lida yangi imkoniyatlar eshiklari ochilmoqda. Shu bois joriy haftada poytaxtimizda ta'lim va kasb 2026 ko'rgazmasi ish boshladi. Tafsilotlar muxbirimiz Malika Yo'ldoshaliyeva lavhasida. Ta'lim va kasb ko'rgazmasi 17 yildan buyon har yili dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va o'z kelajagiga befarq bo'lmagan minglab yoshlarni bir joyga jamlab kelayotgan yirik ta'lim loyihasidir. Mazkur ko'rgazma doirasida har yili 100 dan ortiq nufuzli xorijiy va mahalliy universitetlar hamda 70 mingdan ziyod bitiruvchilar ishtirok etib kelmoqda. Mazkur ko'rgazmalarda natijasida bugungi kunda O'zbekistondan xorijdagi top universitetlarda o'qiyotgan yoshlarimiz soni 5 mingga yaqinlashdi. Mamlakatimizdagi iqtidorli, til biladigan, faol, oltin avlodimizni eng ishonchli avlodimiz bugungi kunda xorijdagi nufuzli universitetlarda 5 mingga yaqin yoshlarimiz ta'lim olyapti. Mana shu ko'rgazmaning ham asosiy maqsadi yoshlarimizni aldanib qolmasdan ishonchli oliy ta'lim muassasasini tanlashidan iborat. Ko'rgazma davomida o'quvchilar oliy ta'lim muassasalari, ta'lim yo'nalishlari, qabul talablari va xorijda ta'lim olish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lmoqdalar. Tadbirda O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Malayziya, AQSh, Germaniya, Tailand, Turkiya, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlarning ta'lim muassasalari ishtirok etmoqda. Men texnologiya fakultetining muhandislik yo'nalishi mutaxassisiman. Ishonchim komilki, maqsadli va istiqbolli talabalar uchun fakultetimizda o'qish qiziqarli va qulay bo'ladi. Biz o'z tomonimizdan ta'lim sifatini yuqori darajada ta'minlashga, o'quv jarayonini turli tadbirlar bilan boyitishga, mazmunli talabalar hayotini yaratishga intilamiz. Ta'lim va kasb ko'rgazmasi Samarqand, Buxoro, Farg'ona va boshqa hududlarda ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, ko'rgazma hududlar bo'ylab 16 maygacha o'tkaziladi. Malika Yo'ldoshaliyeva, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.